Assalomu alaykum do'stlar. Bizlar mana hozir Ekoniva Tumen City'damiz. Mana Jo'xori Makkani don toni bilan olib kelib, mana shunday sellos qilib, traktorlar mana shunday punktga o'xshab preslagan. Mana shunday ustiga 2 sloy plyonka berganmiz. Bu tomonga Jo'xori Makka, nari tomonga beda sellosi. Fermamiz vobshe katta, mana shunday territoriyaga o'z zonasiga ketgan, qarochi. Mana shunday sellos. Ustiga mana shunday plyonkani beradilar birodarlar. 24 oy pat plyonka yotadi. Mana shunday hammasi bular sellos. Mana shunday ketgan sellos mana. Jo'xori Makka, arpa sellosi, beda 3 ta narsani mana shunday olib kelib sellos qiladi. Firmani nomi Ekoniva. Rassa bo'yicha, Yevropa bo'yicha 2-o'ringa turadi. Sut, smetana, kefir, qarochi mana shunday maloshli mahsulotlari uchun dunyo bo'yicha 2-o'ringa turar ekan. Egasi Germaniyadan Stufen Durm deydi. Hamma joyga mana shunday qurib taylagan. Bizning fermamizga hozircha 10 mingta qarochi sut beradigan sigir bor. Mana bu oq narsani ichiga 2 mingta buzoqcha bor. Sigirlar tug'yapti, balasini mana shu yerga saqlayapti. Asta-asta bir tomondan ochib ketaveramiz. Traktor olib bortib, ximikat qo'shib sigirlarga xashagini berib ketaveradi do'stlar. Mana sizlarga sellos. Mana shu traktorga o'rtadilar. Shu traktor Germaniyadan kelgan 10 tonna kumakorma, 10 tonna xashakni aralashtirib olib borib sigirlarga to'kib kelaveradi. Videoni ko'ramiz, like da bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz do'stlar. Mana Rossiyaga hayot fermaga. Mana sellos. Asta-asta plyonkasini ochib beramiz, kam mana shunday ketaveradi dalshi. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsin. Like da bosishni unutmaymiz. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin.